Sen chetron tursalaring bo'lmaydimi? Uzr aka, ko'rmay qolmiz. Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Rahmat, qalaysan? Shuni ko'rgani kelishuvdi bular. Menga qara. Bularing moshina oladigan odamga o'xshamayapti. Bekorga vaqtim bo'lyapti. Ukam, kemash mashinani olmay qo'ya qolaylik. Ana shu yerigina muomalasi menga vahshiy yoqmayapti. Mannop aka, o'sha mashina rasmini tashirdim, yo'qdi, shuni olib beringlar deyapti. Biz berib qo'yganman. Ozgina sabrli bo'linglar. Men qara. Buni turshidan puli bor bolalarga o'xshamaydi. Nima mashinada keldi o'zi buni? Mana Maminda keldi. Matizdami? Aka, mashina bizga ma'qul. Agar egalar ishonchli inson bo'lsa, sotish huquqi bilan generalning doverini qilib bersangiz, mashinani baraka qilib yuborardi. Ish qilib, pullaring naqdmi? Aka, pulimiz naqd bo'lmasa, sizni qimmatli vaqtingizni olib, mana shu yerda turmaymiz-ku. Mashina faqat oformleniyaga sotiladi. Sanlarga to'g'ri kelsa shu. Bo'ldi aka. Bo'lmasa, baraka. Barakasini bersin. Faqat hozir uyimga tushamiz. Sizga bir piyola choyim bor. Qolgan pulni olib kelib, notariusga ketamiz. Hali pulam yoningda emasmi? Aka, sizni o'zimning uyimga, xonadonimga bir piyola choyga taklif qilyapman. Bo'pti. Ketdi. İşte tez bitirelim. Mannop aka, siz mehmonlarni olib uyga olib kirib turing. Men pulni olib hozir tushaman. Qani mehmonlar, uyga kiramiz. Kiringlar. Kelinglar. Uyga kiramiz. Kiringlar. Shonu shuhratingga kirilma odam. Bu uy joyga qaraganda boshli pul tikadigan arendator zo'rni shapsanladi, ha? Ne unaqa deysiz aka? Ukammi? O'zini xonadoni. Seriozli. Vallohi alam, kestaga yaqin mashina chiqarib qo'ygan. Hozirgi kunda faqat zakazga olib beradi. Uchma hech aslo sendan dahlakor. Xush kelibsizlar mehmonlar. Kutib qolmadinglarmi? Ya Alloh rozi bo'lsin sizdan hoji aka. Shu siz oya ozgina tushunmovchilik bo'lib qoldi hoji aka. Endi hammamiz xomsdengan bandamiz. Hamma inson xato qiladi hoji aka. Siz ichkariga kirib ketgan mahallingiz Abdumannob aka bilan gaplashdi. Hammasini tushuntirdilar hoji aka. Siz afonni to'ylamang hoji aka. Egasi bilan o'zim telefon orqali gaplashib, generalning o'zini ko'ndiraman. Kerak bo'lsa yonimdan aqib beraman hoji aka. Bu hayotda boyligimizdan tortib jonimizgacha Allohim bizga bergan omonati bo'lsa, o'zimizga bo'lmagan narsa